150 kilometr. Shunga borganmiz, qatnaganmiz-da 10 kunga. Hamma joyga borganmiz. Ana qarang. Qaytaverib, sekin orqaga shoshilmaymiz. Bo'ldi, sekin shoshilmaymiz. To'xtang. Keling, meni usholing. Meni usholing, meni ushlang. Qoyil lekin yaxshi-chi. Yaxshi. Hozir buni ushlab yurishyapti sekin. Ha, buni o'sha o'zinglar sekin-sekin yuryapti. 5 yildan beri karashka berdi. Yashang. Yig'lamang. Xudoga shukr qiling. Bu safar shunday chiqib ketadi. Xudo xolisa. Zo'r bo'ladi. Rahmat, sizlarga bormagan joyim yo'q edi. Qayoqlarga bormadim. Lichena yaxshi bo'ldi. Yaxshi lichena qilyapsizlar. Og'riqlar yo'qmi? Og'riqlar yo'q. Kechqurunchi, kechqurun. Sal og'riyapti qo'lim. Bugun soqat qolmadingizmi? Yo'q. Soqatmadi, xudo xolasa. Tog'am nega? Nimaga yig'layapti? Xursandchilikda, xursandchilik. Mana shu tog'amni nimasi bilan kelgan? Mana shu meni ayolimni yurgizib berasan deb. Mana shu inson qattiq iltimos qilgan. Mana shu nogironlik karashkasiga mixlanib qolgan holatda bo'lgan. Ya, уже kelganda ko'tarib kelgan. Ko'tarib olib O'tgan licheniyada ular angren, ha? angren. Ular angrendan kelishgan. Men oyoq mana shu holatda qolib ketganda, mana shu bukilgan holatda qolgan, bu qotib qolgan. O'ta darajada qotib qolgan. Endi hozir mana o'sha bunday tursa, bunday turgan odamni ko'rganmisiz? Ha. Mana shu holatda. Bunday holat yo'q-da. Endi Xudo xolasa, avvalo Xudo. Bo'ldi, qoldim deb o'ylavdim-da. Ayog'im o'rganda endi oyoqlarim qirs qilardi. Hozir ancha pastlab qirsillashdi. Xursandmisiz? Xursandman. Isboti bilan yurib ko'rsatib bera olamizmi? Bemalol, ha. Zo'rg'a sudrab mana shunday qilib zo'rg'a yurardim oldin. Yurganingizcha yursam charchab qolardim. Hozir mana bemalol yurib, o'tirib, turib mana bemalol ushlamay mana shunday turaveraman. Shifokoriga ham gap yo'q, sestralariga ham gap yo'q. Men kelganimda umuman tushkunlikka tushib, endi shunday qarshi shu bilan qolaman deb o'ylaganman, lekin Xudoga shukr, mana bugun javob yurib chiqib ketaman oyog'im bilan, Xudo xolasa. Bemalol kelib, bexijolat kelaveringlar. Yaxshi etab, bunaqangi birdaniga tuzuk bo'lib, anaqa qilib etab davolab anaqa qilamiz. Garmon yo'q bu yerga. Mana qo'shni viloyatlardan, qo'shni respublikalardan kelib mana shu yerda davolanyapti. Biram bu Begzodjon tilla ham shirin, sestralari ham bir-biridan yaxshi. Hammalariga rahmat. Menga shet ma'qul keldi, boshqa joylarda shu garmon bilan davolan. Faqat garmon bilan bu uyga borib og'rib turib, yana qaytib kelsam, yana menga nagrushka o'sha. Faqat davolaydigan doktorlar qidirib topdim inshaalloh, Xudoga shukr. O'zi topish qanaqa bo'ldi? Shu qizim, "Shetga boring, desam yaxshi YouTube'da ko'rdim" deb shunaqa dedi, keyin kelib davolandim-da. Yurishim yaxshi, lekin zinadan bemalol yurib chiqyapman. O'sha kuni zo'rg'a chiqqanman zinadan. Oyoqlarim tarasha qotib qolganda chizim. Mana hozir bemalol yengil oyog'imda bemalol bukib namozga ham boshqaga ham qiynalganim yo'q. Isboti bilan yurib ko'rsatib bera olamizmi? Bemalol, ha. Zo'rg'a sudrab mana shunday qilib zo'rg'a yurardim oldin. Yurganingizcha yursam charchab qolardim. Hozir mana bemalol yurib, o'tirib, turib mana. Yaxshiman, Xudoga shukr. O'tirib ko'rsatib beringchi, oyoqlar bukib. Bemalol ushlamay mana shunday turaveraman. Yaxshi, inshaalloh. Qarsillashlar yo'qoldi mana, Xudoga shukr. O'tgan safar ham yengil bo'lib ketganman, bu safar ham Xudo xolasa yengilman. Ikkinchi kurs davolanishingiz. Ikkinchi kurs davolanish. Uchinchisi bartaraf bo'larkan. Iloyim. Yana kelaman. Обязательно, Xudoga shukr kelaman endi. Shu yerda yaqingina bilib oldim. Hammalarga tavsiya qilaman. Rossiya ham yaxshi ekan. Shifokoriga ham gap yo'q, sestralariga ham gap yo'q. Kelinglar.